Bizani Toshloq yerimizdagi malinaga qiziqishdan oldingi bog' qilishlik uchun o'tgan yil ekkan mana nok ko'chatlarimiz gullab turibdi. Inshaalloh bu yilgi hosillari bor. Mana bu gilos ko'chatlarimiz 3-yili bu yilgi. Bu yoqda esa behi ko'chatimiz o'tgan yili buni ham mevasini olganmiz. 3-yil bilan bu yoqda bodom ko'chatlarimiz, ular ham bu yil ko'p meva qildi, lekin sovuq bo'lganligi hisobiga va noto'g'ri dorulash hisobiga ular ham gulini to'kib yubordi. Nokni ham katta qismidagi mevalaridan ayrilib qoldik. Nimaga? Kunning issiq qismida noto'g'ri dorulash sababli mana shular kuyib qolishligiga sabab bo'ldi. Sizlar ham malinada ham yoki ko'chatda ham dorulashdan oldin avval sinov tariqasida bir daraxtni o'zida sinab ko'rib, keyin boshqa daraxtlarga harakat qilgan, sepganingiz yaxshiroq. Mana bizlarni mesni malina ko'chatlarimiz, bularni shu hovlini etak qismlariga P shaklida aylantirib, aylana shaklida, aylana emas, P ko'rinishida qilib ekib chiqdik. Bularning orasida bir mesni malina 20 tubdan ortiqroq ekdik. Ko'pi yashnab ko'karib turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bular ham 29-mart kuni olib kelib ekilgan. Ochiq ildiz holida olib kelib ekdik. Ekilganida mesni malinaning yaxshi tomoni mana so'lib qolishligi degan narsa bo'lgani yo'q, ochiq ildiz bo'lsa ham. Lekin ochiq ildiz boshqa sortlar, ya'ni sortovoy navlarimiz esa qisman so'lishli holati juda ko'p kuzatildi. Mana bu yil bu yerda ham mesni malinamiz shu holatda ko'karib turibdi. Inshaalloh yaqinda gullash arafasida. Bu bo'lsa mana sliva, ya'ni olxo'ri. Bu yoqda shaftali, bu o'tgan ekkan olmamiz, bu 3-yil ekilgan olmamiz. Bu yoqda esa mana sortovoy malinalar 7 ta agat qilib ekkanmiz. Ulardan tashqari mana bu yerda yejaveka navlarimiz bor. Sortlarini juda ko'pini eslab qola olmadim. Orasini 2 metr, 2,5 metr qilib ekdik bu yerga. Mana bu yerda ham mana ko'rishingiz mumkin. Plus mana bu yerda ham turibdi. Malinaning raddida. Kecha olib kelib ekkanimizdan mana bu sal ildizi kamroqligini hisobiga so'rishib turibdi. Inshaalloh ko'karib ketadi degan umiddamiz. Mana bu yerlarga ham, daraxtlarning orasiga ham yejavekalarni ekdik. Shu bizni videomizni tomosha qilib, shu videolarni ko'rganingizdan so'ng bizdagi agarda ekishlikda yoki amalda qilinayotgan ishlardagi xatoliklarni ko'rsangiz, mutaxassislar bizlarga fikrlaringizni yozib qoldirsangiz, albatta undan foydalanamiz. Agarda bizlarda nimadir sizlar olsangiz, biz xursandmiz. Mana bu yerda ham mana yejavekani tikonli sortidan bor. Shusi ham shu bitta sortga kiradi. Mana tikonli, xuddiki atirgulni tikoniga o'xshash katta tikonligi ekan. Nomi Kiyova navi. Mana bu yerda ham yejavekalarimiz. Bular esa hop yejaveka Chester navi, mana ikkita. Bularning orasi yaqinroq bo'lib qolgan. Inshaalloh endi agarda ko'karib ketsa, ularni ko'chirarmiz kuzda inshaalloh. Shu holatda ekkanmiz. Mana bu yerda ham mana yejavekamizni ko'rishingiz mumkin.